Bugungi kunda oshxonada nafaqat gaz bilan, balki gibrid sanalgan gaz va elektr ta'minotida ishlaydigan plitalar ham ommalashib ketmoqda. Bu turdagi plitalar juda qulay hisoblanadi, ayniqsa gaz bosimi pasayib qolganda yoki ma'lum sabablarga ko'ra gazdan foydalanish imkoni bo'lmaganda elektr konforka yaxshi yordamchi bo'lib qoladi. Lekin har qanday texnika kabi noto'g'ri foydalanish oqibatida bunday plitalarda ham ba'zi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Keling, eng ko'p uchraydigan holatlarni ko'rib chiqamiz. Avvalo, bir holat. Olovning sariq yoki qiziqish tusda yonishi. Normal holatda olov asosan ko'kimtir rangda bo'lishi kerak. Agar olov rangi o'zgargan bo'lsa, bu havo va gaz nisbati buzilganini yoki garelkada ifloslanish mavjudligini bildirishi mumkin. Bu holatda birinchi navbatda tozalash ishlarini amalga oshirish tavsiya etiladi. Keyingi muammo elektr konforkaning sekin qizishi yoki umuman qizimasligi. Ko'pchilik darrov konforka ishdan chiqqan deb o'ylaydi. Aslida esa ba'zan muammo elektr tarmog'i, rozetka yoki ulanish simlarida bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvalo elektr ta'minotini tekshirib ko'rish lozim. Agar elektr ta'minotida muammo bo'lmasa, mutaxassis ko'rigidan o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Elektr konforka bilan bog'liq yana bir keng tarqalgan xato bor. Ayrim foydalanuvchilar qizib turgan konforka ustiga sovuq suv to'kib yuboradi yoki sovuq idish qo'yadi. Bu esa metal qismlarida keskin harorat farqi paydo qilib, konforkaning xizmat muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun elektr konforkaning tabiiy ravishda sovishiga imkoniyat berish kerak. Gaz plitalarida uchraydigan yana bir muammo. Elektr yog'gichning ishlamay qolishi. Tugma bosilganda chiqillagan ovoz bo'lmasligi yoki uchqun chiqmasligi mumkin. Bunga ko'pgina namlik yoki kir sabab bo'ladi. Plitani yuvgandan keyin uning barcha qismlari qurishiga vaqt berish kerak, chunki namlik elektr yog'gich tizimining vaqtincha ishlamay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan yana bir jihat plitaning ustiga ortiqcha og'irlik berish. Bu esa vaqt o'tishi bilan ularning deformatsiyalanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan me'yorlarga albatta amal qiling. Eng muhimi, gaz hidi paydo bo'lsa, muammoni mustaqil hal qilishga urinish kerak emas. Darhol gazni yopish, xonani shamollatish va mutaxassislarga murojaat qilish lozim bo'ladi. Umuman olganda, gaz plitalarida uchraydigan muammolarning katta qismi texnik nosozlikdan emas, balki noto'g'ri ekspluatatsiyadan kelib chiqadi. Muntazam tozalash, ehtiyotkorlik bilan foydalanish va oddiy profilaktika choralari texnika xizmat muddatini ancha uzaytiradi. Ideal gaz plitalari esa har kungi ovqat tayyorlash jarayonida qulaylik, xavfsizlik va ishonchli ishlashni ta'minlash uchun yaratilgan. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.